Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz dindoshlar, Alloh taolo xayrli amallarda barchalarimizni davomli qilsin. O'tayotgan har bir daqiqalarimiz hamisha manfaatli bo'lsin. Shayx Shibli degan zot aytadilarki, bir kalima so'z uchun 30 yil istig'for aytyapman. Hali hanuz qalbim taskin topayotgani yo'q debdilar. Taqsir u kalima qanaqa kalimaki 30 yildan baqa unga istig'for aytasiz deganlarda, bir vaqtlar bozorda do'konim bor edi. Xabar keldiki, do'konlar yonyapti deyishdi. Men ham bandaman. Do'konim nima bo'ldi ekan deb ketyapsam, odamlar bozorni o'tini o'chirib, suv bilan chiroyli qilishib, xotirjam bo'lib qaytib kelishayotgan ekan. Shunda menga aytishdiki, taqsir bormay qo'yavering. Sizni do'koningiz hech qanaqangi ziyon yetmadi, kuymadi, atrofdagilari yondi-yu, ammo sizni do'koningizga hech qanaqangi zarar yetgani yo'q deyishganda, men alhamdulillah deyordim. Onida ko'zim ochildiki, butun jamiyatga yetayotgan zararga rozi bo'lib alhamdulillah deyordim men. Menga zarar yetmasdan boshqa odamlarga zarar yetganligi uchun alhamdulillah deyordim deb, bu kalimani juda qalbimda o'zimga og'ir oldim. To'g'ri, alhamdulillah degan kalima bu juda yaxshi, doim aytib yurish kerak. Lekin bir odam, bir jamiyat ziyon zahmat tortganda, haligi ziyon ko'rib turgan odamlarga qarab, alhamdulillah shu ziyon menga yetmadi degan odamda bir ozgina fosiqlik bo'lishligi mumkin. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zing yaxshi ko'rgan narsani birodaringga ravo ko'rgin, o'zing yoqtirmagan narsani birodaringga ham ravo ko'rmagan deganlar. Men go'yoki zararni ularga ravo ko'rib qo'ydimmikin deb qo'rqib, 30 yildan baqa istig'for aytib, Allohga yig'lab, Robbim, men musulmonlarga zarar yetganligi uchun, o'zimni do'konim kuymaganligi uchun xursandchiligimdan alhamdulillah deyordim, meni gunohimni kechirgin. Robbim xatoyimni kechirgin deb yig'ladim deb gapirib berdilar. Azizlar, e'tibor beringda, vali zotlarning hayoti hammamiz uchun ibrat. Bir yomon ko'rgan odamimizga zarar yetib qolsa, battar bo'lsin deymiz. Alloh saqlasin, shunaqa gapiradigan odamlar toifasi borligi hammamizga ma'lum. Bir mo'min odamga, bir musulmon odamga zarar yetkazib yashash, u insonni iymonini zaifligi, islom dinini yaxshi bilmaganligidandir. Chunki payg'ambar alayhissalomni Toifda toshbo'ron qilganlarda duoibat qilmadilar-ku, ularning haqlariga duo qilib keldilar. Azizlar, mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning butun boshliq hayotlari bizlarga juda katta ibrat. Shuning uchun bir mo'minning boshiga bir musibat tushsa, Robbim, shu birodarimning boshiga tushgan musibatni yengillashtirgin degan duoni qilayotganlarga Allohning rahmati yog'ilsin. Ammo bir musibatlanib, bir fitnalanib, sinovga tushib qolgan odamlarda haqida turli xil gaplarni gapirib yurganlar tavbasi o'tarmikan? Vali zoti 30 yil yig'lagan bo'lsa, shu xursandchiligi bilan
agar hayoliga keltirmasa, umri yetarmikin bu kishini tavbasiga? Azizlar, arpa ekkan arpa o'radi, bug'doy ekkan bug'doy o'radi. Mana bu maqol bejizga aytilinmagan. Alloh taolo barchalarimizni birovning ustidan kulish, masxara qilish, birovning o'zganing boshiga tushgan musibatdan xursand bo'lishlikdan Alloh barchalarimizga panoh bersin.